Bo'ldi, ishi dvigateli razbor bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, detallarga bo'lib tashlangan. Общий o'tsam, ikkita kolenval, musor, portion, musor. Mana musor. Gilza ichida riski bor bittasini musor almashadi. Ya'ni bu yerda kolenvallar yangi bo'ladi, parshnimo yangi bo'ladi, gilza yangi bo'ladi, mahavik yangi bo'ladi. Qolganini yuvib tozalaymiz. Korobkalari zo'r chiqdi, sцепление hamma narsa zo'r. Mana butun detali. Motor ichi mana shunaqa yag'ir bo'lib ketgan, ko'rayotganinglardek, mana mazut bo'lib. Keyin buni eng noto'g'ri tomoni mana shu joylarga prokladka qo'yasizlar-ku. Eng noto'g'ri shu, o'z zavoddan hali remont bo'lmagan dvigateli yetsanglar, bu yerda prokladka hech narsa bo'lmaydi. Bu to'g'ri yotadi alyumin. O'shani to'g'irlab hammasini joyiga yig'amiz. Mana bunaqa mayda chuyda yupqa shaybalar bor. Bular hammasi kerak. Даже bu motorda mana shu kolenvalda turgan, ham turadigan salni bloki teskari qilib qo'yilgan, mana figurasini bo'lib ketganini qaranglar. O'shanga hamma yog'ini to'g'irlab, chotki qilib yig'amiz. Mana eng nozik joyi kolenvalning mana shu qopqog'i. Butun olib chiqish kerak buni, spesialniy syomnikda. Buni mana bu yerda bitta, ikkita joyi bor, spesialniy syomniki bo'ladi. Shunaqa yetsanglar butun chiqadi. Qilgan ishinglar ham chotki bo'ladi o'shanda.